XMG. Hop, Vinchay motor 928 plunjer ketadigan variant. Mana shogird olib boryapti. Yechish jarayonidamiz. Tepalari yechib kelgan pogruchkimiz bo'lyapti. Yangi bo'ldi, 100%. Eskiladi. Ostiga qo'yamiz. Pogruchkimiz tayyor. Beskiz chiqqan zapchasi, plunjer para almashdi, respirator, qolgan pachivniy val, qolgan hamma joyi zo'r tekshirib chiqdik. Yangi farsunkalari, xo'p, apparati bu yoqda. Hozir stend jarayonida, hozir endi yoqib aylantiramiz. Olib borib qo'yamiz. Qo'ygani keluvdik, qo'y bo'ldik. Xo'p. Jajganasi ozgina qiynadi. Noto'g'riroq ekan. Xo'sh. Tepalarni yechib qo'yganmiz, xalaqit beradi bu. Ana bu narsalarni turbina qilib, zavod qilib chiqaning. Oh! Hozir bo'lish pullarini o'rnatamiz, ozgina qizdiramiz. Cho'tki bo'ladi. Birinchi urinish bu. Tutum yo'q, yaxshi. Kalit. Ketamiz xonaga. Endi meni fikrimcha yaxshi o'xshayapti. Hozir o'zlaridan eshitamiz kelganda. Yetadi bugungi bizga.